Va Sulaymon alayhissalom shu otlarni qalbidan yaxshi ko'rib qolgan ekan. Otlarni yaxshi ko'rishlikning zarari yo'q. Faqat chegarasidan chiqmash kerak xolos. Tushida ham otini ko'raversa, o'ngida ham otini ko'raversa, keyin uloqqa borib bir aylantirib kelsa, keyin ko'stagi o'lib qolsa masalan. Yo bo'lsam shunday bir voqealar bo'ladi-da, o'ngida ham tushida ham o'ylaydigan bo'lib qoladi. Faqat otini o'ylaydigan bo'ladi. Buni biladi, shu yerda o'tirgan otni qiziqqan odamlar biladi. Faqat otini yaxshi ko'rib qoladigan bo'ladi. Sulaymon alayhissalom ham oti bilan fitnalanib qoladi. Otlarini shunday sifati bor ekan, ya'ni nimada aytiladi kitoblarda, balki hayotda o'zi shunday bo'lsa kerak. Ot mutakabbir bo'lsa va zotdor ot bo'ladigan bo'lsa, bitta oyog'ini ko'tarib turar ekan. To'yib bemalol bo'lib qolgandan keyin ot bitta oyog'ini, tuyog'ini deydimi, oyog'ini ko'tarib olar ekan. Zotdor ba'zi bir otlar. Sulaymon